Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Men G'irishonlar Nabijonlar. Bugungi programmamizda tarixda o'tgan munofiqlar tizimligi degan shaklda mushu Asad Sulayman afandim yozgan tariximizdagi 1937, 1957, 2017 degan 37 degan kitobdagi berilgan dalil isbotli shakldagi munofiqlarning tizimligini redlab chiqib bu şekilde bir sunay dedim qarindoshlarimga. Chunki majoriyat hayotimizda munofiqlik uqumi har xil shaklda burmilinib, o'zimizning orasida xizmat qilayotgan insonlarimizga tegayotgan bu ahvol ostida munofiqning asli mohiyati qanday bo'ladi? Munofiqni dalil isbotli qanday shaklda oshkorlanganda, dalil isbotli shaklda uning munofiqlik tamoqsi olgan vaqtimizda to'g'ri bo'lganligini bir eskartish uchun bu şekilde bu programmani ishlab qo'yishni loyiq topdim qarindoshlarim. Endi hozir birinchisi shu o'z vaqtidagi Uyg'ur Abdunum rayonlik siyosiy kengashining sobiq raisi, Xitoy Islom jamiyatining sobiq raisi Burhan Shahidi, u yerlik millatchilikka qarshi harakat jarayonida Xitoy Kompartiyasining Uyg'ur Abdunum rayonida yurgizgan yuqori besimli siyosatlarni qat'iy himoya qilganligini bildirgan va uningdan burunmi bu shu Gomidan hukumatigimi, Shinsegimi endi turib aktiv xizmat qilgan. Anandan keyin Gongsandan almashgandan keyin Gongsandangami mush shaklda sodiq xizmat qilib hayotini oxirlashtirgan bir inson. Buning mana dalil isbot shaklda o'zi jon fidolik ko'rsatgan Xitoy Kommunistik partiyasi tarafidanmi Madaniyat inqilobi mezgilida Beyjingdan Urumchiga qaytarilib, ommaviy kurashga tortilgan. Xitoy qizil qo'g'dug'ichlari yashnab qolgan Burhan Shaydining bo'yniga cho'ng jasus degan taxta esib, uni mas'ul topshirishga qistigan. Demak, xoinlarningmi Xitoy ishonmaydiganligini, vaqti kelganda xoinlarnichu shu o'zlari qo'li bilan o'ltirib tugitadiganligidek bir reallikni bundan ko'rib olamiz. Bunday realliklar jiq tuanda shu tarixda o'tgan shu munofiqlarning taqdirini azroq ko'rib o'tgan bo'lamiz. Ham tuanda navbat keldigini bu Uyg'ur Abdunum rayonining sobiq muavir raisi Abdulla Zakirov u yerlik millatchilikka qarshi harakat jarayonida Wang Yimouga yaqindan moslashib, ko'plagan Uyg'ur va qozoq sarxillarining yerlik millatchi qalpig'iga kiyib jazolanishda rol o'ynagan bu Shuhrat Zakirning dadasi. Demak, Xitoy dushmanni tanlashda, do'stini tanlashda hech ishkinib qolmagan, dushman tanlashda ham shu o'ziga yaqin do'stlarining mana bir necha avlod xizmat qila oladigan odamlarni tepchi qiladiganligini ko'rib olamiz. Bu bir tipik misol. Ham tuvandisi Uyg'ur Abdunum rayonlik partkom tashkilot bo'limining sobiq muavin boshlig'i Qurbon Mavtov. U yerlik millatchilikka qarshi harakat jarayonida Abdulla Zakirov qatorliqlar bilan birlikda Wang Yimou guruhiga aktiv moslashgan. Demak, mayli hasadxo'rlik shaklida chiqish bo'lsin, mayli Xitoy moyilligi bo'lsin, mayli qanday shaklda bo'lsin, Xitoy bilan bir sapda turib, shu vaqtdagi insonlarimizni bir sapdagi jang qilgan insonlar asli shu. Yaponiya tan ko'rgan, dushmanga qarshi birga o'q otgan, ammo nima deganda keyin Xitoyning mengi juyish harakati bilan Xitoyga qarshi tarafni Xitoy tarafini elib turib, Xitoy bilan moslashib, o'zi bilan tang tush xizmatdoshlarini qiynagan va o'lishga sababchi bo'lgan xoinlar. Hamda tuanda keldigini Mansur Efendi 1902-yili tug'ilgan, 1989-yili o'lgan. To'liq ismi Mansur Ro'ziyev yoki Mashhur Ro'ziyev. Sovet ittifoqi hukumati tomonidan Xinjiang o'lkasining muavin raisi G'ojiniyaz Hojiga bas maslahatchi qilib avatilgan alohida xodim. Ya'ni Rossiyaning alohida xodimi, jasusi demakchi. Bu izchil turda G'ojiniyaz Hojimning endi turib hamma ishlarini kontrol qilish va G'ojiniyaz Hojimni shu Sovetning digini bo'yicha ish qildirish qatorli xizmatlarni bir tutash qilgan Rossiya jasusi ham Xitoyga manfaatiga uyg'un kelgan xizmat qilgan. Bu Xinjiang harbiy rayonining sobiq muavin siyosiy komissari Zakir Savdonov. U yerlik millatchilikka qarshi harakat jarayonida Wang Yimouga yaqindan moslashib, siyosiy jihatda aktiv yo'l ko'rsatgan. Bu Abdulla Zakirov
yuqorida aytilganimizdek bir nechalar bilan birlashib Wang Yimou degan Mao Zedongning Sharq Turkistonga avatgan birinchi jalibtining birisi uning bilan moslash shaklda shu vaqtdagi madaniyat zo'r inqilobida nurg'un mushu aktiv siyosiy kuchlarimizni yo'qotishga sababchi bo'lgan birisi. Buning tafsilotini sizlar qarindoshlar shu nimadagi mush abiyam yo'l Asad Sulayman afandim yozgan kitobni birdan o'qib chiqsanglar nihoyatda yaxshi ko'rib olasizlar tafsilotini. Bu bo'lsa Ahmad Maqsum general Mahmud Muhit qo'mondonligidagi 6-diviziyada polk qo'mondoni bo'lgan. Toshkentda o'qishni tamomlab Urumchiga qaytib kelganda Shinsega setilgan va Mahmud Muhitga qarshi tarafga o'tib ketgan. 1940-yili aeroplan saylisiga taklif qilinib, bir uchqancha o'zini Urumchida ko'rgan. Shundan keyin yillarni hapsida o'tkazib, Shinsey turmasida yo'q qilingan. Demak, Xitoyga sodiqlik bilan ishlasimi, o'zining ayni qo'mondoni, o'zining generaliga yuzsizlik qilib, o'zining armiyasiga yuzsizlik qilgan munofiq Xitoyning turmasida o'ldi degan. Demak, mushundaq shaklda jazosini tatidi. Bu bo'lsa Qurbon Niyoz Shoyit Gajidi, yani general Mahmud Muhit qo'mondonligidagi 6-diviziyada polk qo'mondoni bo'lgan. Keyinchi Sovet ittifoqiga o'qishga avatilib, ideya jihatdan o'zgargan. O'qishni qaytib kelgandan keyin Shinseyning maxfiy ko'rsatmasi bilan 6-diviziyani parchalash yo'liga qarab mongan. Mahmud Muhit chet elga chiqib ketgandan keyin qo'zg'olon ko'targan. 6-diviziyadagi Uyg'ur askarlarining oldini to'sib, Shinseyga xizmat ko'rsatgan. Keyin u Urumchiga chaqirtilib, o'lkalik jamoat xavfsizlik idorasining muavin boshliqligiga tayinlangan. 1940-yili Qurbon Said bilan birlikda qo'lga olinib, Shinsey turmasida izdireksiz yo'q qilingan, ya'ni o'ldirilgan. Bumi o'xshashlam o'zining nimasiga, o'zining armiyasiga xiyonat qilgan va dushman tarafidan dushmanga xizmat qilish uchun o'zgargan. Demak, o'xshash bu munofiqlarning hammasi shaklda, har xil shaklda niyat bilan o'zgargandan keyin, ya'ni dushman tarafidan jahannamga yo'liqlangan. Qurbon Said general Mahmud Muhitning ochisining o'g'li. Mahmud Muhitning qo'mondonligidagi 6-diviziyada shtat boshliq bo'lgan. Keyinchi Sovet ittifoqiga o'qishga avatilib, ideya jihatdan aynigan, o'zgargan va Mahmud Muhitga qarshi taraf o'tib ketgan. Mahmud Muhit chet elga chiqib ketgandan keyin militarist Shinsey Qurbon Saidni 6-diviziyaning vaqt qo'mondonligiga tayinlagan, ammo u allaqachon isyon ko'targan. 6-diviziyani kontrol qilinmagan. Shinsey keyincha uni Urumchiga yetkazib, o'lkalik moliya nazoratining muavin nazir qildi. 1940-yili uni xalqaro suiqasdlik zo'r to'polonga bog'lab, qo'lga olib turmada yo'q qildi, ya'ni jahannamga yo'qliq soladi. Demak, qanday shaklda bo'lsa, tashqi muhitning, mayli kommunistlarning, Rossiya kommunistlarining mingzuyish harakatida bo'lsin, buningdan uzuqlanib, anandan keyin o'zining armiyasiga, o'zining generallariga xiyonat qilgan va dushman tarafidan olganlar o'xshashlar jahannamga yo'l solindi degan gap. Ya'ni Xitoy tarafidan jahannamga ashlining qo'li bilan yo'l solindi degan gap. Abdulla Damalla 1898-yilda tug'ilgan, 1940-yili 90da tug'ilgan, 41-yili o'lgan. Shinsey davrida o'lkalik Uyg'ur uyushmasining raisi. Shinsey atvolib ishlatgan demakchi. O'lkalik qurilish nazoratining noziri bo'lgan. 1940-yili Shinsey darbidan qo'lga olinib, Yaponiya jasusi degan qalpoq bilan ayblangan va turmada o'ldirib etilgan. Demak, buningmi sodiqlik bilan xizmat qilgani yanalam Xitoy munofiqligini rahim qilmaydiganligining yana bir isboti. Bu bo'lsa Qashqar mahkama shariyining 1930-yillardagi bosh qozisi, Qashqar viloyatining millat vakili Abdug'ofur Shabtulla Mallam. Bu Abdug'ofur Shabtulla Mallam degan Shinseyni payg'ambar kelmaydi, agar payg'ambar kelishib qolsa, Shinsey payg'ambar bo'ladi degan go'ymush shu. Buni Mahmud Muhitning ikki jangchisi shu baland o'g'avoldan ikkisi bugun ash ko'rikni ostida tiqinib turib, ashyerdan o'tganda tutiblam, jon yerini kesiblam, qanday degan deb og'ziga tiqib, bo'g'izlab o'tirib etgan. Demak, munofiqning jazosi mushunda bo'ladi. Mayli u dinni to'ndirib olsin, mayli har qanday shaklda bo'lib olsin, Allohga va o'zining millatiga osiylik qiladigan uning oqibati jahannam bo'ladi. Bu bo'lsa Qashqar Yetka jamoasining sobiq imomi, Uyg'ur Abnum Rayonlik Islom jamiyatining sobiq raisi, Uyg'ur Abnum Rayonlik siyosiy kengashining sobiq muavin raisi Harunxon Hoji degan go'ymush shu. 1923-yilda tug'ilgan, 2005-yilda o'lgan.
O 1990 yıllarda Xitoy hökumətiga aktiv moslashib, islom dinining ahkomlarini Xitoy hökumətinin foydasiga izohlagan. Shundaqla Qashqardagi Etika jamiyəsinin Xitoy bo'yicha uda bir qancha yil 5 yaxshi jamiya bo'lib tutib turgan. 1996 yılı 5. ayning 12 kuni tong saharda Harunxon Hoji Qashqar shahrida tuyuqsiz ikki mujohidning 21 pichoq hujumi bilan ig'ir darajada yaralangan. Bir qo'lqa kesib etilgan. Ajablanarli shuki, shuningdek 60 yil ilgari 60 yil ilgari naq shu kunda 1936 yil 5. ayning 13 kuni o Abduqodir Shabtul Damalla deganni mujohidlar yo'lga solgan kun bilan o'xshash kun degan. Demak, munofiqlarningki oqibati munofiqlarningcho jazisi o'xshash bo'ladi degan gap. Bu keyin u 21 pichoqliqdan qutulib qilib, keyin davolanib, buni saqaytib, keyin yana bir mezgil ishlagan, keyin o'ldi. Demak, aşağıda ikki mujohid qarindishimiz chiqib, buning shu vaqtining o'zida Nait'te Qashqar shahrida biz shu vatanlarda anglaydik. Nait shu qizillashib ketganligidan buningga zarb berish maqsadida buni ibrat qilish uchun munofiqlarga buni pichoqlagan. Allah o pichoqlagan qarindoshlarimizni rozi bo'lsin, ular qarindoshlarimiz shehidlab ketdi. Demak, mushundaq munofiqlarni jahannam bosib turgan yigitlarimiz, o'g'illarimiz chiqdi. Ya dushman tarafidan o'ldirildi, ya mujohidlarimiz tarafidan o'ldirildi. Bu bo'lsa, hammamizga tunishliq Juma Xitoy deydi. Juma Tayirmi deb qo'ydi buni. Qashqar Etika jamiyatining sobiq xotibi, Xitoy mamlakatlik islom jamiyatining sobiq muavin raisi Juma Tayir 1940 yil tug'ilgan, 2014 yilda ikki mujohid tarafidan jahannamga yo'l sanilgan. Juma Qarg'u, Juma Xitoy degandek laqamlar bor. U Harunxon Hojidan keyin Xitoy hukumatining foydasi uchun vaziyatgan o'z dindoshlar va millatdoshlarini terrorchi, zo'ravon deb ayblagan atalmış dinli zatlarning biri. 2009 yildagi 5-yo'l voqeasidan keyin u Xitoy Markaz televiziyasining ziyoratini qabul qilib, tinch namoyish qilgan Uyg'ur yoshlarini terrorchi, dovziqi deb ayblagan. 2014 yil 7 ayning 30 kuni Qashqarda ikki Uyg'ur yosh aşı palti pichoq bilan bugun aşı chanab jahannamga uvdillam aşı tez poyez bilan yo'l solayotgan. Demak, munofiqlarningki mushundaq shaklda o'ladi. Mana o'lgandan keyin mucho deganda tarixga yoziladi birsiga. Aning deguncha deganda avlodlarimizcha mushunda shaklda biz yetkizimiz. Ma'vosa mana Juma Tayirning o'g'li Mehmet Juma degan Qashqar Etika jamiyatining navbatdagi imomi Juma Tayirning o'g'li 2017 yilda bu yana ko'p qatim Xitoy hukumat taratqullari bilan chet el taratqullarining ziyoratini qabul qilib, Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan yuqori besimli milliy va diniy siyosatni aqlagan. U hatto chet el taratqullarining ziyoratini qabul qilganda tarbiyalash markazlarining jazo lageri emas, balki diniy asabiylikdan yuqumlangan bemorlarni saqlaydigan maktab ekanligi to'g'riliq vaziyat qilgan. Demak, bu Xitoy ham deydimmi, do'stini yaxshi tanlaydi deb, munofiqni yaxshi tanlashda mana necha avlod Xitoyga sodiq ishlaydigan munofiqlarni tanlab ishlatadi Xitoy. Ya'ni ma'vo bu Xitoyning bolasi deydi Abdurahim Tumirniyaz, Xinjiang Islom institutining mudiri, Uyg'ur Abnumraylik siyosiy kengashining muavin raisi, Xitoy mamlakatlik islom jamiyatining muavin raisi 2017 yilning boshlarida Xitoyning zo'r tutquni boshlanib, millionlagan Uyg'urlar lagerlarga qamalganda u chet el muxbirlarining ziyoratini qabul qilib, Uyg'urlarning diniy e'tiqodining hech qanday shaklga uchirmaganligi haqida lab etgan. O yana Malayziya qatorliq islom davlatlariga avatilib, Xitoyning Uyg'ur musulmonlariga qaratgan zulmini aqlab vaziyat qilgan. Bu muasib o'zidan qizil munofiq. Mana munofiqning yana birisi Nurbekri. Nurbekri mana 2019 yil umrlik qamoq jazosiga hukm qilingan. Shu vaqtida mana Abnumraylik rais deb bekitilib 18 yosh vaqtidan tortib 58 yoshgacha 40 yil atvalni ishlatgan. Anandan keyin jo'rganda joyi bumi o'sha Uyg'ur tilini xitoylashtirishga eng zo'r to'kpisi va eng zo'r xizmat qilganning birisi. Oxirgi jazosini bo'ldi. Hozir turmada Xitoylar tarafidan bir şekilde azaplandırıp ve ruhi cihetten, her cihetten azaplanmakta. Demek onun ölümü kabi ölüm bile ölüdüğümde bulma. Bu hemimizge tunuşluk Chungcheongo degan Jallat Xitoy bilan Shuhrat Zakir. Shuhrat Zakirning abiyam dadasini deb berdim, Abdullah Zakirov degan buning dadasi
Dadısımı Xitoy tarafidan qandaq şekilde işletilib, qandaq şekilde öğretildiganlik to'g'riliq shu men degan kitobni o'qitsanglar, bunda tafsili bor. Bu yerda ko'p to'xtalmayman. Demak, buni yaqinda almashtirib etdi. Hammamiz ko'rdik. Buni almashtirib, buni o'rniga Erkin Tunyozni tayinlagan bo'ldi. Tuyuqsizlan buni istifa bergizib, buni tayinlab turdi. Keyin mana aldığımızga yil 3. ayda bo'lan siyosiy kengashda texnik muqimlashdi. Erkin Tunyozning o'rni, ammo Shuhrat Zokirni buni tuyuqsiz almashtirib etishda, birinchi Shuhrat Zokirning Nogun sevlab kerak qilmadi. Birisi salomatlik jihatda kerak qilmadi. Aniki aljoq so'zlab qo'yib qalayotgan qilib qo'ymasin dedi. Yana birisiga uni ishiltish o'rni hech bir shaklda o'rnimi qolmadi. Aningdan keyin endi bu da bu mayliqi Amerika tarafidan jazo yurgizilgan amaldorlarning qatorida batdi. Endi Mao Erkin Tunyozni chiqarib, birisiga bu Erkin Tunyozni oldingi yilma Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga olib so'ziltib, buni bir sinoqni o'tkazgan bo'ldi. Bu jon pidalik bilan Xitoyga xizmat qilish uchun tayyor turganning birisi. Biz Turkiya emas, biz Xitoy bilan bir qansizmiz deb o'zining butun ruhini, jismini, vujudini atib etganning bir so'g'achqa, abam deganimdek Xitoy o'zining do'stini yaxshi tanlaydi, dushmanini yaxshi tanlaydi. Bunimi bir mezgil ishiltib, bunimi kerak qilmaganda, bunimi Xitoy jo'ndaydi. Demak, munofiqlar ikki turli holatda jo'ndiladi. Birisi o'zi ishlatgan Xitoy tarafidan yo'qotiladi, yana birisi jo deganda mujohid o'g'il erkaklar tarafidan u dunyoga yo'qoladi. Agar undama o'zi jilolab ketib qolsa, dunyo oxiratda, mushta tarixda, mushta videolarda, mushundaqcha kitoblarimizda avlodlarimizdan ma munofiqning avlodi bilan yaqinlashib qolma, ma munofiqning avlodi bilan ilm berim qilma, ma munofiqning avlodi bilan quldi bajo bo'lma, ma munofiqning avlodi bilan kurashma deb bolalarimizga o'gitimiz ham tarix betida qoladi. Mana YouTube'larda biz ketib qolgan taqdirda shu YouTube kanallarda buning asli tarixdan iznasi bo'lib qoladi qarindoshlar. Shunga munofiqlarning ta'rifini olib qoladigan, munofiqlar bilan bir safda ulab qoladigan ishlardan hazar aylaylik. Alloh hammamizni shular bilan bir qatorda ulab qilishdan Alloh saqlasin. Hammamiz vatanimiz uchun, xalqimiz uchun o'zimiz qo'ldan keladigan imkoniyat shaklda qilaylik. Dalil isbotsiz boshqalarni qarlamayli. Qo'limizda dalil isbot bo'lsa, shu yaxshi shaklda bir narsalar bo'lsa, hujjatlar, anandan bir shaklda uni munosabatli qilib qilsangiz, nayt yaxshi bo'ladi. Ammo mala tarixda qolgan nayt ish izlari bilan tasvirlangan lo'g'ochqa buni ixcham shaklda bunday qilishga bir harakat qilib qo'ydim qarindoshlarim. Hamma Janob Allohga tashirib, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.